Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hammangizga kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Xudoyim keyingi jumalardan ishlatib zo'r kayfiyat bilan ko'rish nasib etsin. Xo'sh, oqshom bir to'da mashinalar olib tashladik. Equinox'lar oldik. Equinox 250 million so'm ko'pimiz, Prado'lar oldik. BYD'lardan dim ko'p variantlarni olib tashlamiz. Tracker, Malibu 30 ming kilometr yurganimda yana bir XL oldik. BYD, Chazor, bu yon tarafda Chevrolet deymiz, zo'r narsa bu. Nima deb aytiladi bunday? Mana Mello deymi, nima shunday qilasiz, Chevrolet zo'r narsa. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Yevropada hamma shunday mashinalar o'tib ketgan, shunday mashina haydaydi. Cobaltlar, aksiya qo'yib chiqadigan Cobaltlar hammasidan olganmiz, hurmatli obunachilarimiz, bemalol kelib savdolashib xarid qilishlaringiz mumkin. Ana endi sizlarga yana bir iltimosnomamiz bor ekan bo'ladi, hozir keyingi istoriyada qoldiraman. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, shunga o'xshagan kimda qayq bo'ladigan bo'lsa, asosan chiqsangizlar bizga aloqa, chitir naqd pul sotib olamiz. Alyuminiy bo'lsa, stekloplastикni, ya'ni toza chiqib turgan narsa, materialdan bo'lsa bo'ladi, lekin pulli 2-3 odam bemalol sig'adigan bo'lsa, motor bo'lishi shart emas, motor o'zimizda bor. Motori bo'lsa, arzonroq basingizda olishimiz mumkin, bo'lmasa motori shart emas. Lekin do'shki ishlasasi bo'lmagan, toza holatda, zo'r holatda bo'lsa, olamiz. Kommentariya yozinglar, ya bo'lmasa lichkam o'tib yozadigan bo'lsangizlar, o'zimning akkauntimga yozib qo'yaman. Boshqa akkauntimdan o'tib yozsangizlar, ishtir naqd pul olamiz, hurmatli obunachilarimiz. Kamerachi ukam bu yerga jillichilik bo'lsa, shu yo'naltali jillichilikni yoddan chiqib ketdi, ko'proq bo'ldi jillichilikdan narsalar, bilasizlarmi? Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. O'tirib bermang, baho e'tibor bering. 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt topdim sizlar uchun. 64 ming kilometr yurgan mashinamiz. Endi bir krel ozgina mayda ko'p emas, bir guruhi 4-5% endi kraskasi bor, undan 5inda dedigalar. Shundan biz uchun bir qator tekshirib olsa. 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobaltimizni 107 million so'm pul beraman, hurmatli obunachilarimiz. Ishtir naqd pul minutcha odam o'tirib oladigan bo'lsa, 107 million so'm pul. Mo'mada olib sotar bo'lib, ginani oladigan bo'lsa, unda ustidan kelsangizda kelishamiz. Mashinamiz Qo'shqa bir avtosavdo Comfort bozorda sotiladi. Nima deysiz bahoga? 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt mashinamiz 107 million so'm pul. Hurmatli obunachilarimiz, bunday mashinalar faqat Qo'shqa bir avtosavdoda. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni unutmanglar. Sizlar uchun xizmatdamiz, bosamiz. O'tirjam. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shqa bir avtosavdo obunachilari. Qo'shqa bir avtosavdodan hozir reklamaga qo'yilgan 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz sotildi. Bahosi naqd pul 107 million so'm berildi. Gelaversa Qo'shqa bir avtosavdo, Comfort bozor, barcha xonadonlar xizmatlarni ko'rsatamiz. O'timiz. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, yumshoq balolar bor. 65 ming probek. Qo'shqa bir avtosavdo, Comfort bozorga gelaversa 20 million so'm. Hurmatli obunachilarimiz, baho e'tibor beramiz. 2025-yilda ishlab chiqarilgan paketda bir narsasi bor, metan-setanmachi bor. Cobaltimiz 145 million so'm pul. Ishtir naqd pul bo'lgach paxta kerak-a? Yaxshilar, rozimisiz? Nasib etsin, kelaverasiz. Mashinamiz 2025-yil, yumshoq palon, metan, chexol, polik, cruise control hamma narsasi qo'yilgan Qo'shqa bir avtosavdodan Comfort bozoriga kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shqa bir avtosavdo obunachilari. Qo'shqa bir avtosavdodan navbatdagi savdomiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz avtomat korobka bo'ldi. Mashinamizning narxi 134 million so'm urgancha berildi. Ava, rozimisiz? Bundan ham yaxshi, bundan ham berish nasib etsin. Mashinamizga 4 dona yumshoq palonlar qo'yilgan. Mashinamiz 20 ming probek yurgan. Chexol, polik, metan hamma narsasi tayyor. Qo'shqa bir avtosavdodan Comfort bozoriga kelaverasizlar, 24 soat xizmatdamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Qo'shqa bir avtosavdo obunachilari. Bugun 2026-yil 12-iyun. Navbatdagi savdomiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight Cobalt bo'ldi. Metan yumshoq bo'lgan hamma narsasi tayyor. Xankadagi og'alarimizga naqd pul berdik. 150 million so'm bo'ldi. Kelaverasizlar, Qo'shqa bir avtosavdoda Zontik bozorda xizmatdamiz. Arzon bozorimizni boshladik. Hurmatli obunachilarimiz, 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz. Mashinamizning kapoti bilan kirgan ozgina qusuq kraskasi bor. Undan chetinda dedi. Uni o'zingiz uchun tekshirib olsangiz bo'ladi. Endi yumshoq balonlar qo'yilgan, chexol, polik hamma narsalar qo'yilgan. Sraz narxini aytaman, qarshi 92 million so'm.
20-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz 92 million so'm. GMP libonlasa beradi, mashina ideal holatda. Mexanika korobka gösterib beramiz. Konditsioner, hammasi ishlab turibdi, metallari bor. Xullas, qo'shga bir hafta savdo arzon bozorimizda sotib olib qo'ydik. Bemalol gap xarid qilishingiz mumkin. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz 92 million so'm pul basamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, hozir bir joy savdolashib turibmiz. Namuna joylar, ichlarini, deshanni remonti yaxshi emas, lekin ichi yevro remont, g'oli, poli, hamma narsalar qo'yilgan, hammasini cho'tkisidan qo'yilgan. Ne deyishlar? Taxminiy hozir korpuslarni bahosincha so'm 700, 600, 700, 800 million so'm atrofida tursa, buni 850 million so'm deb sotib olib qo'ysak. Mana bog'lari, hamma narsalari bor. Elde asfalt, içlerini remontu çotki, g'olilari bir içini remontuna katta pul chiqilgan, hozir deshani ham bor, ichi dim zo'r. İçini bir remont etib, ozgina deshanni ozgina remont etib bergan bilan zakonim bo'ladi. Bog'lari ham ajoyib, buni ozgina qo'l mehnati bilan zo'r bo'ladi. Xullas 850 million so'm shu joyga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olib qo'yamiz. Nima deyishlar? Manzil Qo'shko'pir Karaman Poskayida. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra taxminiy narxi ko'chadagi bozor narxi arzon sotgani 80 million so'm bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilarimiz, Qo'shko'pir avtosavdolar sizlarga 66 million so'm pul qo'yib beramiz. Yetdik. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Endi mayda-chuda kraskalar bor dedi, udar yo'q dedi, lekin o'zlaringiz uchun bir qator tekshirib olinglar. Mashinamiz yumshoq bo'lib qo'yilgan paket, probeg 200 ming kilometr yurgan. Chexol, polik, mashina akkuratli, hadoylari, yurishi, metan, hamma narsalari bor, ideal holatda. Вообще maybe kamchiligi yo'q. O'zi probekdan narsa, kraskadan narsa, bizning O'zbekistonda ishlaydigan narsa, boshqa yerlarda u narsalar dimam ko'p e'tibor berilmaydi. Hazrat Palik Musaizda bo'ladi, 66 million so'm bilan 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Qo'shko'pir avtosavdolar obunachilarimiz uchun bosim. Qop-qora svet, qopga kelib qoldi. Kerak qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, endi 160 million so'm oldik, 160 ga qo'yib beramiz. 18-yil. Buni metan setani bo'lmaga, metan yo'q, benzinda yurgan dedi. Kapotunda, krelida kuzov kraskasi bor ekan, shundan bir qator tekshirib olishlar kerak o'zlari uchun. Mashina oformleniya qilinadi, generalniy dars bermaydilar. Sotib olib qo'ydik Qo'shko'pir avtosavdolar. Bir to'ra mashina kelib oldik, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Rasroshka mashinamiz o'tibdi. O'zini pulini, o'zini tan narxini bo'lib turishda, yana salon bahodan. Xullas, hamma mashinalarimizdan bor, arzon bozorimiz ishlab turibdi. Arzon bozorimiz ma'lumot uchun bitaman 6 dan 5 ga 12 ga ishlaydi. Zo'r bahodagi mashinalar tushadi, kelib bemalol o'tirib mashinalarni sotishingiz mumkin, yo bo'lmasa mashinalarni olishingiz mumkin. Bu yerda mashina sotchak bo'lsangiz, qo'yib ketishingiz shart emas. 12 ga sotib olsa, olib ketib bilasiz, hurmatli obunachilarimiz. Kelaverasizlar, xizmatdamiz Qo'shko'pir avtosavdolar. Ana endi hurmatli obunachilarimiz, yana bir mashinamiz keldi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Lada mashinamiz. Xullas, mashinamizda Lada Grant ekan, yumshoq balolar qo'yilgan, metan hamma narsalari bor. 27 million so'm pul beramiz buning uchun. 27 million so'm pul, hurmatli obunachilarimiz. Mashin cho'tki sostenida, ideal holatda. Propan gazlar ham bor, Egasini o'zining garanti bor ekan, shuning uchun gem masalasidan to'shni garantiya beramiz. 13 odam bo'ladigan bo'lsa, 27 million so'm pul beriladi. Qo'shko'pir avtosavdo arzon bozorimizda sotuvda qo'ydik. Bosing. Endi baholar har kun yo'l qarmaydi. Assalomu alaykum Qo'shko'pir avtosavdo obunachilar. Bu 2026-yil 12-iyun navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqargan Dongfeng avtomobil bo'ldi. Qo'shko'pirdan kelgan Qo'shko'pir markasi bo'ldi savdomiz. 153 million so'm bo'ldi. Kelaverasizlar. Qo'shko'pir avtosavdoning zontik bozorida xizmatdamiz. Ko'rsatib beramiz. Yana ham ko'p milliy mashinamiz, yana ham birsa boy shundan. Kelaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa. Qo'sh balonli metallari bor. Amaladimi Qo'shko'pir avtosavdo? Ya, mashina nomeri topsku? Ha, Nedasiz? Hisob. Kartangizni aytib o'tirib beraman. Men promodan chiqib ketman. Sen kamera tutibsan? Boshladingmi? Kim oldu şöyle? Ya. Ya sizden çıktı o.
Milli Baykas'ın Yemin önemli. Tamam. Atacanı buraya. Hemen sesli. 100% öttü arkaya bana. Ne oldu işte kumadla bulaşacağımız? Yine oynamamız mı yok mu? Havada sesle basa veremiz. Tamam. Yürek testle.